Akalar, pechkani sizlarga yomonini ko'rsataman. Qarang, yonib turishini. Juda chiroyli holatda. Bunisiga ham bitta baho berasiz. Bu oldin Eronda ishlab chiqarilardi. Endi o'zimizni O'zbekistonga birinchilardan bo'lib olib kirdik. Hali hech kimda yo'q. Jigarlar, bundan tashqari buni yoqilg'isi ham umuman boshqacha ekonomishli bo'ladi. Xudo xolasa bittadan laykni bangillatib qo'yasizlar degan umiddaman. Hammasi o'zimizni xalqimiz uchun. Bundan tashqari narxi ham unaqa Erondaqa qimmat emas. Eronni o'zida $400 sotishyapti. Men sizlarga teng yarim narxida qilib beraman. Xudo xolasa o'zimiz yasayapmiz, bitta olib keltirib, xudo xolasa yasadik. Endi bunisidan hozircha yo'q, umuman sotuvda yo'q. Buni o'zini Xitoydan $400 ga olib keltirdim, jigarlar, mashina o'zini. Bu uyda umuman isitmaydi, faqat bu ulishni, ya'ni ko'chaga, kafelarga, shunga o'xshagan joylarga qo'yiladi, xolos. Bundan umuman so'ramasalar ham bo'laveradi. Endi buni bir taxminan 15 kun, 20 kunda buni ham ishlab chiqarishni yo'lga qo'yamiz. Men sizlarga ilindim, xudo xolasa, tiran vaqt banglatib qo'yasizlar. Endi qaranglar, buni yoqilg'isini ko'rsataman sizlarga. Yonib turgan joyimda ko'rsating. Qalay yonyapti jigarlar, yonishiga bitta tortishini qaranglar. Hidlanmaydi, umuman sasimaydi. Eng asosiysi tutun chiqarmaydi. Sababi mana bunaqangi granula yoqiladi, ko'rib turibsizmi? Mana. Bu apilka bo'ladi. Apilkani preslangani. Jigarlar, buni kilosi 4000 so'm. Apilkani kilosi 4000 so'm. Endi qarang. 1 soatga yarim kilo rasot qilyapti. Bu degani 10 soatga 5 kilo bo'ladi. Endi 5 kiloni, 10 kiloni 4000 so'mga ko'paytirsangiz, общий summasi kelib chiqadi jigarlar. Oynasi ham sinib ketmaydi. Mana, oynasi ham sinib ketmaydi, xudo xolasa. Listlari ponni ikkili qilingan, bu joyi birli qilingan, juda dekorativli. Qaranglar, taylarni idishlari ham boshqacha. Ko'rdingizmi, kuldonlari zo'r. Atxotam bunaqa ko'p chiqmaydi, hali jomda chiqmaydi, ko'pgina chiqmaydi, xudo xolasa. Ekonomishni 60 kvadratli uyingizni bemalol isitib beradi. Zo'r holatda qilib. Qarang, juda chiroyli holatda. Mana buni endi oynalarni endi qo'yamiz. Bu joyda ham oyna bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, yemini ham ko'rib turishingiz mumkin. Mana. Ko'rdingizmi? Ko'rinib turadi. Xudo xolasa jigarlar, kimga ma'qul kelgan bo'lsa, narxini 2.300.000 qilib beramiz. Dastavka alohida, dastavkani pulini qo'shganimiz yo'q. Hozirda vodiy bo'ylab 150.000 so'mdan 200.000 so'mgacha olib borib berishyapti. Agar o'zingizning mashinangiz bo'ladigan bo'lsa, kelib olib ketsangiz ham bo'laveradi, arzon tushadi o'zingizga. Narxidan lekin tushib bera olmaymiz. 2.300.000 so'm qilib beramiz xolos jigarlar. Xudo xolasa, buni mehnati juda ham ko'p. Sababi buni chaqalab chiqish kerak, burash kerak, boshqa qilish kerak. Kraskalari ham umuman kuymaydi. Xudo xolasa, juda chiroyli holatda. Qarang, yonishini qarang. Maza qilaverasizda. Men o'zimga yoqqanligi uchun ham mashinasidan olib keldim. Xudo xolasa, endi o'zimiz yasayapmiz. Bemalol ekran nomer qoldiraman. Aloqaga chiqinglar. Ikki xona uyingizni bemalol isitib beradi. Misol uchun o'tin, ko'mir, bu yoqib boshqa qilgandan ko'ra chicha yoqib qo'yasiz. Mana hozir mashinaga 10 kilo bemalol sig'adi-da. Bu degani, o'ylab qo'ying, 20 soat. Bir sutkaga bitta zapravka qilib qo'ysangiz bo'ldi. Shu yetadi. Buni ya'ni yoqilg'isi ham o'zimizda bor. Pechkani olsangiz, sizga qo'shib beraveramiz. 500 kilo deysizmi, 1 tonna deysizmi, qo'shib beraveramiz. Bunga narx qo'yganmiz. O'zimiz 4000 so'mdan olib kelganmiz. 4000 so'mdan sizlarga ham beramiz. Faqat pechkaga foyda qo'yilgan xolos jigarlar. Xudo xolasa, laykni banglatib qo'yasizlar degan umiddaman. Ekranda nomer qoldiraman. Bemalol telefon qilinglar. Telegram ishlab turibdi, WhatsApp yo'q. Primoy telefon qilsalar ham bo'ladi. Agar musofirda bo'lsangiz, uyingizga jo'natib yuboramiz. Xudo xolasa, juda chiroyli holatda aloqaga chiqaverasizlar.